Yaqinda bir tojikistonlik bolani ko'rdim. Bir ko'zni operatsiya qilib berganmiz bir necha yil oldin. Ikkinchi ko'zida bosimga dori yozib berilgan. Dorisini tomizmagani mayli, aqalli biror marta ham tekshiruvga kelmagan. Operatsiya qilgan ko'zimiz zo'r. Qilinmagan ko'zda 90% ko'rish 60% yo'qotibdi. Yaqinda ikkinchi ko'zni operatsiya qildik. Bemordan so'rasak, e'tibor qilmabman-da. Ba'zida tomizdim, ba'zida tomizmadim dedi. Yana xuddi shunaqa holatlarda bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Hech kim. O'zingizda glaukoma bormi? Har 3 oyda bir bora ko'z shifokoriga borib, ko'z bosimingizni tekshirtirib turing. O'zingizni ko'z bosimingizni o'sha apparatda har xil apparatlar bor va o'zini bosimini normasi bor. O'sha apparatga nisbatan baland bo'lyapti, past bo'lyapti, buni tekshirtirib ko'ring. Ba'zida ertalab, ba'zida obedda, ba'zida kechqurun ko'zni bosimini o'zgarishiga qarab turib, sizda aniq ko'zingizni bosimi haqida bilimingiz bo'lishi kerak. O'zingizni ko'zingizni bosimi ertalab qancha bo'lishi kerak, obedda va kechga qancha bo'lishi kerakligini siz o'zingiz bilishingiz kerak.